Mana yurtboshimiz muhtaram yurtboshimiz boshchiligida chiqarilgan qarorlar asosida butun respublikamiz bo'yicha, tumanimiz, mahallamiz bo'yicha juda katta yutuqlar, katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bular hammasi xalqning farovonligi, xalqni kelajakda yaxshi yashash uchun bo'layotgan ishlardir. Masalan, mana bizni Beg'obod tumanimizni bog'laydigan, ikki kolxozimizni bog'laydigan Dzerzhinskiy kolxozimiz bilan Navoiy kolxozini bog'laydigan katta ko'prik qurildi. Avvalo biz rayonimiz markaziga bir necha kilometrlar yurib mashinada aylanib boradi. Hozir esa 10 daqiqada yetib boraman. Bular hammasi mana shu yurtboshimizning bizni mahallamizga, butun O'zbekistonga, o'zlari Beg'obod tumaniga e'tibor berganliklari uchun hammasi mana shularning samarasidir. Mana mahallamizga yangi bino qurib berildi. Bu ham xalqimiz uchun kelgusida farovonlik, hayotlar bundan ham yaxshi bo'lishda. Infratuzilmalar, masalan, mana ko'chalar asfalt bo'lmoqda, piyodalar yuradigan yo'laklar qurilmoqda. Bularning hammasi xalqimiz uchun, xalqimizning yoshlar avlodi uchun, kelajakda yashashlari uchun, o'sha joylarda bemalol yurishlari uchun qilayotgan ishlardir. Nurollar nomidan men barcha bo'layotgan ishlarga, o'sha ishlarni boshida turgan muhtaram yurtboshimizdan boshlab ishchi guruhlarga Nurollar nomidan minnatdorchilik bildiraman.